Mana bugungi ochiq darsimizga xush kelibsizlar avalisi. Mana bugun 12-25 buxgalteriya guruhida iqtisodiy ta'limotlar tarix fanidan demak ochiq dars tashkillashtirganmiz. Yana bir bor xush kelibsizlar. Hozir darsni boshlashdan oldin biz guruh sardori Mahmuddan guruh haqida ozgina qisqacha ma'lumot olaylik. Qisqacha ma'lumot 25 guruhi, buxgalteriya va audit guruhi, jami 12 o'quvchi bor. Bugungi ochiq darsimizda 12 o'quvchi hammasi qatnashadi. Tayyormizmi darsga? Endi darsni avval demak darsni boshlashdan oldin yurtimizda yoki bo'lmasa mamlakat miqyosida qanaqa yangiliklar bo'lyapti? Birinchi navbatda o'sha yangiliklardan boshlasak, bo'ladimi shunaqa qilsak, o'quvchilar? Qani? Ikkinchi kursdan bitta siz aytsangiz yetadi. Hozirgi kunda iqtisodiy masalan O'zbekistonda iqtisodiy murakkabiyatining 25 pog'onaga ko'tarildi. Ya'ni mamlakatda 133 ta davlat orasida 80-o'rinni egalladi. Va strategik hamkorlik O'zbekiston prezidenti va AQSh o'rtasida strategik sheriklikni kengaytirish salohiyati ta'kidladi. Keyin iqtisodiy o'sish va inflyatsiya, masalan, vitse bosh vaziri Jamshid Turqarovning aytishicha 2025-yilda O'zbekistonda iqtisodiyoti 7% o'sishi kutilmoqda. Inflyatsiya taxminan 8% darajasiga yetib bormoqda. O'zbekistonda biznes faolligi indeksi 34% ga oshdi. Shu kunga qadar o'tilgan mavzular bo'yicha qisqacha savol-javoblar o'tkazamiz. Sizlarga qisqacha savol-javoblar tayyorlab kelganman men. Mana savol qilib turib, korobkachalarga solib qo'yaman. Mavzular bo'yicha bu yerda savollar tayyorlangan. Demak, sharq mutafakkirlari bo'yicha arab va islom mutafakkirlari Alisher Navoiy, Farabiy, Timur hammasi bo'yicha mana savolnomalar tayyorlangan sizga. O'sha savol bo'yicha demak qisqacha o'zlaring fikrlaringni bildirasizlar. Bizni mana ko'proq men urg'u berdim o'zimizni demak mutafakkirlarga. Klassik mutafakkirlarga emas, o'zimizniki bilan Alisher Navoiy bor. Yana kim bor? Kimlar bor yana? Zahra Muhammad Bobur bor yana. Shohruh Mirzo. Yana Farabiy bor yana. Bunlar ko'rmaslar uchun ozginagina vaqt, juda tez bajariladigan narsa bajaramiz. Davlatni mustahkamlashda dehqonchilik, savdo, iqtisodiyotni rivojlantirish, ilm-fan va adolatli boshqaruvlarga qaratilgan. Ikkinchi savol, nima uchun to'xtang? Nima uchun dehqonchilikka? Chunki o'sha paytlarda odamlar asosan mehnat orqali, ya'ni dehqonchilik orqali pul topgan, mehnat qilgan sababli asosan dehqonchilikka qaratilgan. Yana nimaga urg'u bergan? Yana savdoga. Savdogarlar deganda ko'z oldingizga nima keladi? To'xtab turing endi siz qani so'raylikchi, kimdan so'raysiz ekan? Shahriyor nima ko'z oldingizga keladi? Savdogarlar deganda siz aytingchi, keyin ma'ruzini. Savdogarlar nima ko'z oldingizga? Savdogarlar deganda avvalambor o'sha qadimda tuya orqali
bir mamlakatdan ikkinchi mamlakatga yuk olib o'tganlar hayolimga keladi. Chunki ularning asosiy vazifasi shundan iborat bo'lganki, o'z yuklarini borib boshqa shaharlarda yoki davlatlarga olib borib, ularni ayirboshlash yoki sotishga hisoblangan. Qadim zamonda bu yerda boshqa mamlakatlardan olib kelingan tovarlarni sotish, bu savdogarlik qilish bilan shug'ullangan. Hozirda ular ham biz boshqa davlatlardan olib kelamiz tovarlarni, halol maqsadda sotilgan mahsulotlar savdogarlar tomonidan amal qilinadi. Yaxshi, молодец. Qanaqa yo'l o'tgan bizdan? Ipak yo'li. Ipak yo'li. O'sha savdogarlar bizdan ipak yo'li nimaga? Rahmat, ketdik savol. Savol: Bobur iqtisodiy adolatni qanday tushungan? Bobur iqtisodiy adolatni xalq manfaatini ustun qo'yish, ya'ni avvalo xalq, masalan aholiga, ya'ni xalqqa qaratilgan, ularni hurmat ma'nosida ularni ustun qo'yishda iqtisodiy adolatni tushungan. Adolat deganda asosan ularning, masalan aholining tinchligi va ularning roziligini adolat deb tushungan. iqtisodiy siyosatda nimalarga e'tibor bergan? Hunarmandchilik va savdoni rivojlantirishga, savdo ichki bozor iqtisodiyotini rivojlantirishga, tashqi savdoni kuchaytirishga, karbon yo'llarining xavfsizligiga e'tibor bergan. O'z hunarmandlar deganda kimlar ko'z oldingizga keladi? Hunarmandlar, kulolchilar, To'xtang endi. Ayting ozod, kimlar ko'z oldingizga keladi? Hunarmandlar deganda. Kulolchilar yana. Hunarmandlar deganda kulolchilar, Kulolchilar aytdiki. naqshbonlar va duradgor. To'g'uvchilar. Shohrux Mirzo qanday iqtisodiy islohotlarni o'tkazgan? Masalan, karbon yo'lini xavfsizligi uchun yoniga tashkilot qo'yilgan. Keyingi bozor iqtisodiyotini rivojlantirgan. Hunarmandlar va dehqonlarga katta sharoitlar yaratib bergan. Kim? Shohrux Mirzo. Shohrux Mirzo. Yaxshi. Yana Shohrux Mirzoning eng katta ishi bor. Juda ham qiziqarli, juda ham zo'r ish olib borgan. O'shaning davrida qanaqa islohot o'tkazilgan? Soliq tizimini tartibga Soliq tizimida yana qanaqa? Juda ham zo'r islohot o'tkazilgan. O'sha davrda juda katta islohot o'tkazilgan. Kim biladi? Ayting, qaysi biringiz aytsangiz 5 baho qo'ying. Hozir o'zingiz 5 qo'ying. Qaysi biringiz aytasiz? Juda ham katta islohot o'tkazilgan. Sizga ozginagina bemorni urg'u berib o'raman. Men aytgan paytimda xulusiy tangalar, xulusiy pullar deb aytgan edim. Qanaqa edi o'sha xulusiy? Pul islohotlarini o'tkazgan. Xulusiy pullar, o'sha xulusiy tangalar qanaqa bo'lgan? Kumushdan yasalgan tangalar bo'lgan. Demak, uni davrida eng katta qilingan ish o'sha pul islohotlari, pulga demak urg'u bergan. Merkantilizm degani nimani tushunasiz? Merkantilizm bu 16-18 asrlarda Yevropada keng tarqalgan ta'limot bo'lib, bu boylikni oshirishning, boylikni tashqi savdodan olinadigan foyda bilan belgilanadi. Merkantilistlarning asosiy g'oyasi nimadan iborat bo'lgan? Merkantilistlarning asosiy g'oyasi 5 ta bo'lib, bular boylikni boylikni oltin va kumushda deb bilishgan, eksportni ko'paytirib, importni kamaytirishga shunaqa g'oya bo'lganda ularda. O'zi merkantilistlar deganini o'zi o'sha oltin va kumushni ilgari surganligi uchun o'shalar boylik merkantilistlar, o'sha ma'nosi o'shani anglatadi. Merkantilistlar deb turib nima qilingan? O'sha paytda yuritilgan. Ular faqatgina boylikni oltin va o'sha qimmatbaho buyumlardan yoki bo'lmasa kumushlardan, faqatgina mana shu narsalardan iborat deb o'ylagan. O'sha narsalar, endi men bu qiziqiga ozgina o'zim urg'u berib bormoqchiman. O'sha narsalar bo'lsagina davlat boy bo'ladi degan. Faqatgina biz merkantilistlarda demak fikri shunday bo'lganki,
tashqaridan faqatgina oltin bizga kirib kelishi kerak, chiqib ketmasligi kerak degan. Agar qachonki o'sha boshqa davlatlardan oltin kirib kelsa, chiqib ketmaydigan bo'lsa, davlat boy bo'ladi degan. Faqat o'sha bilan o'lchagan. Mehnat yoki bo'lmasa boshqa narsalar nima qilmagan, hisobga olmagan. Shuning uchun ham ular merkantilistlar deb turibdi. Nima qilingan? Yuritilgan. Rahmat, o'tiring. Давай, Miliyada, давай. Расскажи. Tezlashamiz. Navoiy iqtisodiy adolat haqida nima degan? Zo'r nima to'plangan boylik baraka ko'rmaydi. Nima? Zo'r yillar to'plangan boylik baraka ko'rmaydi. Bunday fikr bildirgan. Mehnat insonni yuksaltiruvchi fazilat. Inson nima qilar ekan? Yuksalib ketadi. Qaysi mutafakkirlar iqtisodiy adolat g'oyasini ilgari surgan? Masalan, ular G'azzoliy, Navoiy, Shoh Mirzolar va boshqalar kirgan. Masalan, Alisher Navoiy Husayn Balxarorga o'z fikrlari bilan davlat boshqaruvida yordam bergan. Qadimgi Sharq va Yevropa iqtisodchilari qarashlaridagi asosiy farq nimada? Farq Sharqda adolatli va axloqlarga e'tibor bergan. Adolat va nima? Axloq. Axloqiy g'oyalarni ilgari surgan ular. O'shani birinchi navbatga qo'ygan, to'g'rimi? O'shanga o'zlari ham amal qilganmi? Yo, amal qilmaganmi? Amal qilgan. Ikkinchi savol. Ikkinchi savol bo'ldimi? Amir Temur iqtisodiy siyosatda nimani muhim deb bilgan? Amir Temur siyosatda eng muhim deb bilganlari bu tadbirkorlikni rivojlantirish va soliqlardagi adolat hisoblanadi. Amir Temur o'z davlatida iqtisodiy siyosatni davlatni barpo etishdagi eng nima edi? Muhim o'rin deb hisoblagan. Keyingisi Temur tuzuklarida iqtisodiyotga oid qanday g'oyalar mavjud? Temur tuzukda g'oyalarning eng muhimlari bu adolatli soliq siyosati, dehqonchilikni rivojlantirish, savdo-sotiqni kuchaytirish, karbon yo'llarini mustahkamlash. O'sha karbon yo'llari bizga nimaga kerak? Karbon yo'llari nimaga kerak bo'lgan? Bizga emas, endi o'sha davrda nimaga kerak bo'lgan karbon yo'llari? Asosiy vazifasi bu bir mamlakatdan boshqa mamlakatga yuk tashish hisoblangan. Yuk tashish tarixidan William Petty va Pierre Bourdieu'ning iqtisodiy ta'limotlari mavzusi. Mavzuni quyidagicha bo'yicha sizlarga taqdim etib beraman. William Petty'ning hayoti va ilmiy faoliyati hamda bu ikkinchi reja bo'ladi. William Petty'ning iqtisodiy qarashlarining asosiy g'oyalari. Undan keyingi rejamiz bo'ladi Pierre Bourdieu'ning hayoti va faoliyati hamda uning iqtisodiy ta'limotining mazmuni hamda mana shu ikkita faylasufi bir-biriga o'xshash jihatlari hamda ularni bir-biridan farq qiluvchi tomonlarini demak oxirgi rejada taqqoslab o'rganib chiqamiz. Asarlari bor hamda soliqlar va yig'imlar to'g'risidagi trakt so'zi bilan trakt degani bu bitta mavzuga yo'naltirilgan katta asar demak o'sha faqatgina o'sha mavzuni chiqib kelgan shuni juda keng tarzda tushuntirib berilganligini mana shu trakt so'zi bilan nima qiladi izohlaydi. O'sha bitta mana shu soliq hamda yig'imlar o'sha davrda ham mana soliqlar hozir aytib o'tib ketdi. Nima dedik biz? Marjona soliqlarni yig'imlar bo'lgan. Yig'imlar bo'lganmi? O'sha davrda ham bo'lgan. O'sha davrda ham bo'lgan. Demak, yerda ishlagan hunarmandlar ham o'zlari o'sha birovlarni demak yerlarda masalan xizmat qilgan dehqonlar ham nima to'lagan? To'lagan. O'zlarining kamgina qolsa ham ular to'lagan. Mana shu narsalarga juda katta urg'u berilgan mana shu asarlarda. Endi buni juda keng tarzda o'tishimiz uchun hali bu Petty'ning ta'limotlari bo'yicha yana mavzularimiz bor. Yana ham kengroq tushunchalarga o'tib ketamiz. U dastlab o'z asarlarida
merkantilistlarning demak ijobiy savdo balansi g'oyasi va sanoatni rag'batlantirish maqsadida davlatning iqtisodiyotga faol aralashishini qo'llab-quvvatladi. Ammo u asta-sekin tadqiqot obyektini o'zgartirdi va asosiy e'tiborni savdo muammosidan ishlab chiqarish muammosiga qaratdi. Uning qayd qilishicha, boylik ishlab chiqarishda yaratiladi. Muomala sohasida esa faqat ularga taqsimlanadi. Endi qarang, Beketsi o'zini demak ta'limotlarda aytadi. Baribir o'sha har bir sohaga davlat aralashuvi bo'lishi kerak degan g'oyani ilgari suradi. Lekin keyin o'sha o'zini fikridan biroz orqaga chekinadi. Keyin yana aytib o'tib ketyapti, mana aytyapmiz biz demak ishlab chiqarishga o'zini e'tiborni qaratdi aytyapmiz. Sekin o'zgartirdi. Bu asosiy e'tiborni savdo muammosi. Bor Beketsini mana zo'r bitta gapi bor. Hozirgi kunga juda ham to'g'ri keladi. Endi juda katta izoh bermasdan aytib o'tib ketaman buni. Beketsi deyapti, mana qamoq jazosi o'rniga pul jarimasini joriy etish kerak. Zarurligini ta'kidlab o'tadi. Pul to'lashga qurbi yetmagan o'g'rilarni esa qullikka mahkum etishni, ishlashga majbur qilishni tavsiya etadi. Mana hozirgi kelib mana shu narsa amal qilyaptimi? Amal qilyapti. Mana qamoq jazosini biz ham bekor qilyapti-da, nima qilyapti? Jarimaga o'zgartirdi. Lekin ular buni o'sha davrlarda aytib o'tib ketgan. Mana to'g'ri kelyaptimi? Buni endi kengaytirgan tarzda hali yana o'tamiz biz. U boylik to'g'risida fikrlarni bildirib, mamlakat boyligini ko'paytirish masalasiga ham e'tiborni qaratadi. Mehnat boylikning otasi, yer esa uning onasi degan iborani ishlatadi. Qarang, mehnat bilan yer ikkalasi yonma-yon ota-onaga o'xshatyapti. Yerdan biz umumiy foydalanadigan bo'lsak, u ona deyapti. Butun hamma narsasini bizga beradi deyapti. Ota deyapti, o'shani nima qiladi? Ko'paytiradi deyapti. Bunga 1906-yilda Fransiyaning Lyon shahri yaqinida demak Normandiya viloyatida tug'ilgan. U zodagonlar oilasida tug'ilgan. Demak yaxshi, juda o'ziga to'q oilada dunyoga kelgan. U yoshligidan huquq, iqtisod va adabiyotga qiziqgan. Demak bu buyuk huquqshunos bo'lgan aslida. 1670-yillarda Lyonda sudya va prokuror sifatida faoliyat yuritgan. Mana sudya va prokuror bo'lgan bo'lsa ham u o'sha demak iqtisodga ham o'zini fikrlarini bildirgan. Bu prokuror soliqqa, mehnatga bu ham o'zini fikrini bildirgan. Fransiyadagi og'ir soliq tizimini chuqur o'rgangan. Fermerlar, narxlar, hosildorlik va iqtisodiy hayotni amaliy tahlil qilgan. 1714-yilda Lyon shahrida vafot etgan. Demak, bu olima merkantilistlarga qarshi chiqqan, bu ham xuddi Beketsi kabi mehnatni ilgari surgan, mehnat qilish kerakligini qilganda ham halol va haqqoniy o'sha adolatli yondashish kerakligini u ham o'zini g'oyalarida ilgari surgan. Boylik faqat oltin va kumushlardan emas, real ishlab chiqarishga, ayniqsa qishloq xo'jaligida deb hisoblangan. Qishloq xo'jaligi davlat iqtisodiyotining asosi, ya'ni dehqonlar yaxshi yashash, davlat ham rivojlanadi deb ta'kidlagan. Ya'ni agar dehqonlar yaxshi yashasa, demak davlat rivojlanadi. Endi men buni hozirgi davrga keltirib sizga bog'lab beraman. Hozirgi davrda mana tadbirkorlarimiz bor. Tadbirkorlar bizga nima to'laydi? Soliq to'laydi. Lekin agarda bizni davlatimizdan boy bo'lib ketishini xohlasak, o'sha tadbirkorlar ham soliqni vaqtida to'lasa, o'zini foydasini yashirmasa, o'shandagina biz davlatimiz ham nima qiladi? Lekin biz ko'pincha o'sha soliq to'laydigan foydalarimizni, manbalarimizni nima qilamiz? Ko'pincha yashiramiz. Mana bozorda endi sizga nimadan aytib beraman, balki siz bu narsalardan to'qnash kelgandirsiz, balki yo'qdir. Mana hammamiz keshbek so'raymizmi? So'raydiganlar bormi? So'raymiz. So'ragan paytimizda siz nima xarid qilishingizni qat'iy men ko'proq endi go'sht, sizda qimmat bo'lganligi uchun go'sht mahsulotlarini xarid qilganimizda qarayman. Menga so'rayotgan narxi bilan erta ko'rsatilayotgan narx ikkalasi ikki xil. Ko'pincha o'zim o'shalarga munosabat bildiraman. Nima sababdan siz menga shunaqa narxda sotyapsiz-ku, lekin erta unaqa ko'rsatyapsiz? Demak, bu adolatlimi? Yo'q, demak adolatsizlik.
ketdik. Tabiiy tartib g'oyasi bozor tabiiy ravishda o'z-o'zini tartibga soladi. Davlatning ortiqcha aralashuviga qarshi chiqqan. Mana uning eng katta ishi o'sha davlatni demak har bir narsaga burun tiqmasligini so'raydi. Davlat agar har bir narsaga aralashaversa deydi, unda o'sish bo'lmaydi deydi. Buni ham o'sha davrda aytgan maqolari, demak ta'limotlari hozirgi kunga kelib turib mana amal qilyapmiz biz shu narsaga. Chunki erkin narxlar nima qildi? Rivojlanib ketdi. Davlat xarid narxlari degan narsalar bo'lar edi. Davlat xarid narxlari bo'lsa davlat belgilagan narxlar qolmadi. Bizda davlat o'sha non, yana qanaqa mahsulotlarga narx belgilardi? Yog', birinchi o'zimizga ehtiyojimizga kerak bo'lgan narsalarga davlat o'zining narxini belgilab qat'iy ushlab turadi. Lekin bu o'sha demak bozorlarda ozgina talabartishlikni vujudga keltirdi. Vujudga keltirganligi uchun davlat aralashmaydi. O'sha zamonda demak aytyapti, davlat ko'p ham aralashavermaslik kerak. Biz erkinlik berishimiz kerak. Erkinlik berganimizdagina nima bo'ladi gapni? O'sish bo'ladi degan gaplarni aytib o'tib ketyapti. Savdoga ko'p aralashmaslik kerak. Erkin bozor farovonlikni ta'minlaydi deyapti. Ko'ryapsizmi? Mana bu hozirgi davrga nima qiladi? To'g'ri keladimi? To'g'ri keladi hozirgi davrga. Mana endi bular o'xshash jihatlarni ko'ramiz. Ikkita demak o'sha iqtisodchilardir. Bular buyuk iqtisodchilar. Ularning o'xshash jihatlari mana oxirgi rejaga kelib qoldik, o'xshash jihatlari. Ikkalasi ham merkantilizmga qarshi chiqishgan. Iqtisodiy jarayonlarda mehnat rolini e'tirof etishgan. Demak, ular faqatgina boylik bu oltin, kumush yoki bo'lmasa zargarlik buyumlari boshqa narsalardan iborat emas. Aslida biz bu narsalarga faqat mehnatimiz bilan erishsak bo'la oladi deb turib, faqat mehnat g'oyasini ular ikkalasini bir xil tarzda nima qilgan, e'tirof etgan. Endi ularning farqli jihatlari shundan iboratki, Petti matematik tahlilni qo'llagan, Boagilbert esa axloqiy tamoyillarga urg'u bergan. Petti Angliya iqtisodiyoti uchun kurashgan bo'lsa, Boagilbert esa Fransiya uchun ishlagan. Ikkalasi ikkita davlatda o'zini o'sha davlati uchun nima qilgan? O'z ta'limotlarini ishga solgan. Bo'ldi, hamma kirdi-ya. Boshlaymiz. Qarang, ana o'ynamaganlarga tushuntiraman. Men boshlayman, bu yerdan o'qitib turaveraman. Sizda savol chiqadi, o'z telefoningizda ranglar chiqadi, to'rtta variant. O'shandan qaysi biri to'g'ri deb bilsangiz, shunday bitta ustiga bosangiz bo'ldi, aylanib turadi. Qachon to'g'ri javobim men yakunlagandan, hammanikini yig'ilgandan keyin chiqadi. Ha, tushundingmi? Nima bo'pti javobimiz? Xazinada ular qaytalikda oltinda kumushda deb bilishgan-ku, o'shaning uchun ham xazina ketyapti, keyin narsa, keyin Shahriyor. Qahror qolib ketyapsiz, qarang. O'zimga chiqyapmiz. 3-o'rin Mehribon. Tabriklaymiz. 3-o'rin Tabriklaymiz, молодец. Shahriyor, mana Shahriyor birinchi o'rinda olganligi uchun mana bunday jamoalar mana bu unga Ozodga mana kelajakda futbolchi bo'lsin. Endi bitta odam bor, bizda endi o'quvchi bor-da. Doim shunaqa holatda hech kechmasdan yuradi. Sizlarga demak moddiy rag'batlantirish, ma'naviy rag'batlantirish deb hammangizga 5 baho qo'yaman. Hozir endi darsni yakunlab berish uchun bizda ko'p yillar ishlab ketgan shu iqtisod darslaridan, buxgalterlik darslaridan dars bergan, hozirgi vaqtda korxonada ishlayotgan. Demak, Gazieva Gulsanam opalaringga beraman so'zni. Avvalambor hurmatli o'quvchilar, judayam chiroyli ochiq dars bo'ldi. Judayam yaxshi, qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman sizlarga. Haqiqatdan ham biz bir necha yillardan beri
buxgalteriya sohasi bo'yicha buxgalteriya grupalariga dars berib kelyapman. O'rtog'im bilan birgalikda dars jarayoni qanday yakunlanadi-yu odam bilmay qoldi, chunki shunaqangi qiziqarli bo'ldi. Haqiqatdan ham o'rtoq tabriklayman sizni. Bundan keyingi ishlaringizda yana muvaffaqiyatlar tilayman. O'quvchilarga bitta nimam bor, albatta yaxshi qatnashdingiz. Bundan keyin ham aktiv qatnashishga o'rgansangiz yanada yaxshi bo'ladi. Savollaringizga javob berayotganda tortinmay, bemalol hammamiz o'z fikrimizni aytishimiz kerak. Bu fikrlash jarayonida rus tilida gapiramizmi, o'zbek tilida gapiramizmi, o'zimizni fikrimizni bayon etishimiz bu keyingi hayotimizda, keyingi yashayotgan mana shu bajarayotgan ishlarimiz, birorta joyga kirib turib ishlarga kirganingizda o'zingizni hayotingizda kerakli bo'lgan narsalar. Chunki fikrni inson o'z fikrini albatta bayon qilishi kerak. Qo'rqmasdan. Juda ham chiroyli dars bo'ldi. Men juda ham xursand bo'ldim. Bu darsdan men o'zim to'g'risini aytsam qoniqdim. Bundan yuqori hali dars ko'rmadim. Hattoki mana Malika Oshishga borganimizda ham biz o'zimiz o'qituvchilar, endi baribir o'qituvchilarni o'qitishi bilan o'quvchilarni o'qitilishiga taqoslagan bo'lsak, o'quvchilarniki bunaqangi darajada o'qitilishi bu judayam yaxshi. Chunki sababi ham o'qituvchi bergan bilimini o'quvchidan talab qilib olyapti. Ham o'quvchilarda salgina pastroq bo'lgan taqdirda ham o'sha javob bor. Men shu yutuqlar bilan sizni tabriklayman. Mana bugun Angliya Metallurgiya texnikumida ta'lim sifati va samaradorligini oshirish maqsadida rejamiz bo'yicha bir necha yillik tajribaga ega o'qituvchimiz Hayitbayev Muqaddas Jo'rayeva tomonidan ochiq dars tashkil etildi va mana shu ta'lim muassasamiz o'qituvchilari ma'muriyati tomonidan ushbu ochiq dars kuzatildi. Kuzatuv natijalariga ko'ra haqiqatan ochiq dars reja bo'yicha uslubiy jihatdan to'g'ri tashkil etilgan. Bugungi kundagi davr talablari bo'yicha har xil metodlardan, uslublardan foydalanildi. Mavzu keng qamrovli tushunchalar berildi. Mavzu bo'yicha o'quvchilar o'zlarining mavzu bo'yicha olgan ma'lumotlarini chiroyli metodlar orqali yoritib berishdi. Hattoki o'sha dars jarayonida darsga qamrab olish maqsadida kuzatuvchilar ham turli o'yinlarga jalb etildi. Kuzatuvchilar ham bundan mamnun bo'ldik. Har bir o'yinlarimiz bo'yicha, har bir metodlar bo'yicha o'qituvchi o'z joyida xulosa fikrlarini aytib o'tdi. Bu ham o'quvchilarga ham, o'sha kuzatuvchilarga ham yaxshi motivatsiya berdi. O'ylaymanki, bundan keyingi darslarimiz ham mana bundan ham yaxshiroq bo'lishiga, chunki ustozdan olgan bilimlarni shogirdlar o'zlarining ochiq darslarida qo'llaydilar degan umiddaman. Bugungi darsdan men o'zimga to'g'risini aytaman, o'zim bilmagan ma'lumotlarni juda ko'p ekan o'zimga oldim. O'zim ona tili adabiyot o'quvchisi bo'lsam ham, yaqinda o'qishni bitirganman. O'zim men universitetda misol talabalardek darsda o'tirganday his qildim. Ustoz judayam katta o'zimga taassurot oldim. Rahmat. Haqiqatdan ham darsingizni iqtisoddan tashqari tarix ham ketyapti, ona tili ham hamma fan ketyapti. Rahmat katta. Sizlarga eng katta rahmat. Nimagaki mana sizlar kamchilik bo'lganlaring bilan ham mana baribir ham endi shuncha o'zimiz anaqa qildik, lekin shunday bo'lsa-da baribir yanada chuqurroq harakat qilamiz, yanada chuqurroq bilim ko'rsatishga. Endi bitta insonni tabriklab qo'yishimiz kerak. Shaxs topalarini tabriklab qo'yishimiz kerak. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, ustozlar. Mana shu sohaning vakili emasman, lekin shunchalik shu darsga kirib, mana shu mazmunli va chiroyli tashkil etilgan darsingiz uchun avvalambor sizga rahmat. Darsimizga kirib, o'zimga nimani oldim? Mana shu bilimni egasi bo'ldim. Yonimdagi har bitta elementar berilgan narsalargacha e'tibor berdim. Mana Farobiy aynan bugungi mavzuga aslo e'tibor berib, hamma jabhalarga e'tibor berdim. Kirib kelayotganda mana shu sham birinchi ko'zimga tushdi. Shamni nima bilan taqqoslayman? Aziz yoshlar, mana hozirgi bizga berilayotgan yurtboshimiz tomonidan sizlarga berilayotgan imkoniyatlarni ko'z quvonarli darajada.
Chunki qaniydi menga ham shu imkoniyatlar berilsa edi deymiz hozirgi yoshdagi katta yoshdagilarimizda. Sizlar mana shu o'qituvchiga nisbatan javobingizni mana shu misolda ko'raman. Chunki sizlarga mana shu so'zimni oxirida aytib o'taman. Siz yoshlar har ishda fidoyi. Bunyod etajaksiz buyuk kelajak. Miltillab emassiz, yonib yashaysiz. Vatanga fidoyi farzandlar.